Salom, aziz do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Bugun men siz bilan shunday muhim va og'riqli mavzuni muhokama qilmoqchimanki, bu har birimizga taalluqli. Agar siz mobil aloqa uchun kutilmaganda ko'p pul to'layotganingizni sezayotgan bo'lsangiz, yoki shunchaki tarif rejangizdagi hamma narsani tushunmayotgan bo'lsangiz, demak, bu video aynan siz uchun. Men sizlarga mobil operatorlar sizdan yashiradigan sirlar, yashirin tariflar va qo'shimcha xizmatlar haqida gapirib beraman. Bu ma'lumotlar hayotiy muhim va har bir daqiqangizni tejamkorlik bilan o'tkazishga yordam beradi. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling va hoziroq kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Bu menga yangi va foydali kontent yaratish uchun katta motivatsiya beradi. Muammoning mohiyati xo'sh. Avvallari mobil aloqa qanday edi? Ancha oddiy, to'g'rimi? Esimda 10-15 yil avval telefoningizga sim karta qo'yganingizda siz faqat qo'ng'iroqlar uchun daqiqalar va SMS uchun xabarlar sotib olardingiz. Hammasi aniq va tushunarli edi. Agar unlimited, cheksiz deb yozilgan bo'lsa, demak, u chindan ham cheksiz edi. Hech qanday kichik harflar bilan yozilgan shartlar, qo'shimcha to'lovlar, avtomatik ulanishlar yoki kutilmagan hisoblar yo'q edi. Odamlar o'z balanslariga pul tushirar va shu pul doirasida xizmatlardan foydalanishardi. Har bir kilobayt internet uchun to'lov qilinardi, lekin bu ham oshkora edi. Siz aniq bilardingiz, qancha sarflayapsiz va nima uchun. Ammo vaqt o'tishi bilan mobil aloqa bozori tubdan o'zgardi. Rag'bat kuchaydi, operatorlar mijozlarni jalb qilish uchun yangi usullar izlay boshladilar. Faqatgina daqiqalar va SMS bilan uzoqqa borish qiyinlashdi. Natijada tarif rejalariga internet paketlar qo'shildi, keyin esa turli xil qo'shimcha xizmatlar, aksiyalar, bonuslar va cheksiz imkoniyatlar paydo bo'ldi. Dastlab bu juda jozibador ko'rindi. Misol uchun cheksiz internet, bepul musiqa, kinoteatrga obuna kabi takliflar. Lekin ana shu jozibadorlik o'rtada ko'pincha murakkab shartlar va yashirin to'lovlar yotgan edi. Bugungi kunda tarif rejalar shunchalik murakkablashganki, hatto tajribali foydalanuvchilar ham ba'zan qaysi xizmatlar uchun qancha to'layotganini tushunishga qiynaladi. Operatorlar o'z foydasini oshirish maqsadida mijozlarning e'tiborsizligidan yoki ma'lumot yetishmasligidan foydalanishadi. Ular xizmatlarni shunday shaklda taklif qilishadiki, mijoz avvaliga u bepul deb o'ylaydi, ammo aslida ma'lum vaqtdan so'ng pullik bo'lib qoladi. Yoki cheksiz deb ko'rsatilgan xizmat aslida faqat ma'lum bir tarmoq doirasida yoki ma'lum bir tezlikda cheksiz bo'lib chiqadi. Har bir yangi sim karta bilan birga bir nechta qo'shimcha pullik xizmatlar avtomatik ravishda ulanishi mumkin va siz ularni o'chirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Aks holda oylik hisobingiz kutilmagan tarzda oshib ketadi. Bu holatda sizda hech qanday tanlov imkoniyati qolmaydi. Faqat o'zingizni himoya qilish uchun bilimli bo'lishingiz shart. Asosiy qismda nimalarni bilish kerak, kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasligi kerak. Endi esa ushbu yashirin to'lovlar va tuzoqlarni batafsil ko'rib chiqamiz. Bu sizga qanday xizmatlar uchun to'layotganingizni tushunishga yordam beradi. Biri bepul sinov muddatlari, bu juda keng tarqalgan tuzoq. Operatorlar yoki ularning hamkorlari sizga biror xizmatni bepul sinab ko'rishni taklif qilishadi. Bu musiqa streaming xizmati, onlayn kinoteatr, o'yin, antivirus dasturi yoki hatto oddiy ob-havo ma'lumotlari xizmati bo'lishi mumkin. Sizga bir hafta yoki bir oy bepul muddat beriladi. Ko'pincha odamlar bu haqda esidan chiqaradi. Sinov muddati tugashi bilan xizmat avtomatik ravishda pullik obunaga aylanadi va sizning balansingizdan har kuni, har hafta yoki har oy ma'lum bir summa yechib olinadi. Eng yomoni, bu xizmat sizga umuman kerak bo'lmasligi mumkin. Misol, bir keksa yoshdagi fuqaro. Tasavvur qiling, 15 yoshli Murod aka yangi telefon sotib oldi. Operator xodimi unga bepul yangiliklar digesti xizmatini taklif qildi. Bir oy bepul, keyin o'chirib qo'yishingiz mumkin deb tushuntirdi. Murod aka rozi bo'ldi, chunki yangiliklarni o'qishni yaxshi ko'radi. Bir oy o'tdi. Murod aka bu haqda unutdi. Xizmat avtomatik ravishda har kuni 5,000 so'mdan yechib ola boshladi. Murod aka oyga 15,000 so'm, yarim yilda esa jami 9,000 so'm yo'qotdi. U o'zining tarifidan ko'ra ko'proq pul sarflayotganini sezguncha. U tushunmadi. Nima uchun balansi tez tugayapti? Chunki operatorning asosiy SMS bildirishnomalari orasida yangiliklar xizmati uchun to'lov amalga oshirildi degan xabarlar g'oyib bo'lib ketardi. Bu unga mutlaqo keraksiz bo'lgan xizmat edi. 2. Yangi sim kartalarda oldindan o'rnatilgan xizmatlar. Ba'zan siz yangi sim karta sotib olganingizda u bilan birga bir nechta pullik xizmatlar avtomatik ravishda ulanadi.
Bular gudoq, qo'ng'iroqni kutish musiqasi, qo'ng'iroqni aniqlash, agar u tarifga kirmasa, turli xil yangiliklar portallari yoki hatto hazillar xizmati bo'lishi mumkin. Operator xodimlari ko'pincha bu haqda ogohlantirmaydi. Yoki bu sizning birinchi oyda bepul bonusingiz deb aytishadi. Lekin keyin ular pullik bo'lib qoladi. Misol, ikki talaba Diyoraxon universitetga kirgandan so'ng yangi sim karta sotib oldi. Operator unga eng arzon tarifni taklif qildi. Diyoraxon o'zining talabalar hayoti bilan band bo'lib, sim kartasini aktivlashtirdi va ishlatishni boshladi. Bir oydan so'ng u kutilmaganda balansidan har hafta 4,000 so'm yechib olinayotganini payqadi. Ma'lum bo'lishicha, unga gudoq xizmati va sport yangiliklari xizmati avtomatik ulangan ekan. Bu xizmatlar birinchi hafta bepul bo'lgan, keyin esa pullik bo'lib qolgan. Diyoraxon ularni o'chirib qo'yishni bilmasdi, chunki unga bu haqda hech kim aytmagan. Natijada u 4 oy davomida jami 6,000 so'm ortiqcha pul yo'qotdi. Bu pul unga o'qish materiallari uchun yoki biror foydali narsa uchun juda oz ko'tardi. O'tu tarmoqlararo qo'ng'iroqlar uchun to'lovlar. Ko'pgina tarif rejalarida cheksiz qo'ng'iroqlar deb yozilgan bo'ladi. Ammo diqqat bilan o'qisangiz, u faqat tarmoq ichida yoki ma'lum bir guruh abonentlar uchun cheksiz bo'ladi. Boshqa mobil operatorlarning abonentlariga qo'ng'iroq qilish esa qo'shimcha to'lovga ega bo'ladi. Bu to'lovlar odatda tarif rejasi narxiga kiritilmagan bo'lib, har bir daqiqa uchun ancha qimmat bo'lishi mumkin. Odamlar ko'pincha bu farqni e'tibordan chetda qoldiradilar va qimmat qo'ng'iroqlar uchun katta summalar to'laydilar. Misol 3 biznes egasi, Jahongir aka kichik biznes egasi bo'lib, mijozlar va hamkorlar bilan tez-tez muloqot qiladi. U cheksiz muloqot deb nomlangan tarif rejasiga o'tdi, chunki bu uning uchun qulay deb o'yladi. Lekin tarif shartlarida faqat operatorning o'z tarmog'i ichida cheksiz ekanligi kichik harflar bilan yozilgan edi. Jahongir aka bu tafsilotga e'tibor bermadi. Uning mijozlari va hamkorlari turli mobil operatorlardan foydalanishadi. Natijada har oy Jahongir aka kutilmaganda qo'ng'iroqlar uchun 70,000 so'm qo'shimcha to'lovga duch keldi. Chunki boshqa tarmoqlarga qilingan har bir daqiqa qo'ng'iroq uchun 300 so'mdan yechib olingan. Bir yilda esa bu deyarli 900,000 so'm degani. Bu pulni u o'z biznesini rivojlantirishga sarflashi mumkin edi. 4. İnternet paketlarining muddati tugashi va yo'nib ketishi. Siz katta internet paket sotib olasiz, lekin oy oxirigacha uni tugatishga ulgurmaysiz. Ko'pgina operatorlarda foydalanilmagan trafik yo'nib ketadi va keyingi oyga o'tmaydi. Ba'zi operatorlar esa foydalanilmagan trafikni keyingi oyga o'tkazish imkoniyatini taklif qilishadi. Lekin buning uchun qo'shimcha to'lov olishadi yoki sizni qimmatroq tarifga o'tishga undashadi. Kim xavotirlanish kerak? Asosan mobil aloqa xarajatlarini kuzatmaydigan, tarif rejalarining shartlarini diqqat bilan o'qimaydigan yoki yangi xizmatlarni ulaganda e'tiborsiz bo'lgan har bir kishi. Ayniqsa, keksa yoshdagi kishilar. Texnologiyadan unchalik xabardor bo'lmaganlar, shuningdek juda band bo'lib, o'z balanslari yoki xizmatlariga e'tibor berishga vaqti bo'lmagan odamlar. Kim xavotirlanmasligi kerak? Mobil aloqa xizmatlari shartlarini doimiy ravishda ko'rib chiqadigan, har bir yangi xizmatni ehtiyotkorlik bilan o'rganadigan, o'z balansini va xizmatlarini mobil ilovalar orqali doimiy ravishda nazorat qiladigan foydalanuvchilar. Ular yashirin to'lovlardan o'zlarini samarali himoya qila oladilar. Asosiy qism 2. Qoidadan istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar, yashirin tariflar va qo'shimcha xizmatlar dunyosi shunchaki sodda emas. Bu yerda yanada murakkab tuzoqlar va noaniq nuanslar mavjud bo'lib, ular haqida operatorlar umuman gapirishni istamaydilar. 1. Shartnomadagi mayda yozuvlar. Siz sim karta sotib olganingizda yoki tarif rejasini o'zgartirganingizda sizga ommaviy oferta shartnomasi deb nomlangan hujjat taqdim etiladi. Bu shartnoma yuzlab, ba'zan minglab so'zlardan iborat bo'lib, juda mayda harflarda yozilgan bo'ladi. Ko'pchilik uni o'qimaydi, shunchaki imzo chekadi. Lekin aynan shu yerda barcha muhim tafsilotlar, shartlar, qo'shimcha to'lovlar, xizmatlarning avtomatik ulanishi va ularni o'chirish usullari haqida ma'lumot berilgan bo'ladi. Yuridik nuqtai nazardan siz bu shartnoma bilan tanishgan va unga rozi bo'lgan hisoblanasiz. Shuning uchun keyinchalik kutilmagan to'lovlar uchun operatorga e'tiroz bildirish qiyin bo'ladi. Masalan, shartnomada sizning ma'lumotlaringiz 3-tomon kompaniyalariga, qo'shimcha xizmatlar yetkazib beruvchilarga o'tkazilishiga rozilik berilgan bo'lishi mumkin. Bu esa reklama SMS'larining doimiy kelishiga sabab bo'ladi.
Avtomatik yangilanish mexanizmlari, ko'pgina pullik xizmatlar, masalan, internet paketlar, SMS paketlar, shuningdek, yuqorida aytib o'tilgan musiqa yoki video obunalari avtomatik ravishda yangilanadi. Bu siz ularni qo'lda bekor qilmaguningizcha davom etadi. Ba'zan operatorlar yangilanish haqida oldindan xabar berishadi, lekin bu xabar oddiy reklama SMS'lari orasida yo'q bo'lib ketishi mumkin. Agarda balansda yetarli mablag' bo'lmasa, xizmat vaqtincha to'xtatiladi, lekin mablag' tushganda yana avtomatik tarzda qayta ulanadi. Bu mexanizm orqali siz haftalab yoki oylab keraksiz xizmatlarga pul to'lashingiz mumkin. Dinamik narxlar va tarif o'zgarishlari. Ba'zan operatorlar tarif rejalarining shartlarini yoki narxlarini o'zgartirishi mumkin. Odatda ular bu haqda mijozlarga SMS orqali xabar berishadi. Lekin bu xabar juda qisqa bo'lib, o'zgarishlarning barcha tafsilotlarini o'z ichiga olmaydi. Shuningdek, ko'plab mijozlar bunday xabarlarga e'tibor bermaydi. Ularni reklama deb o'ylaydi. Natijada siz bir kuni bilmagan holda qimmatroq tarifga o'tib qolganingizni yoki eski xizmatlaringiz uchun ko'proq to'layotganingizni bilib olasiz. Operatorlar o'zgarishlar haqida rasmiy veb saytida yoki e'lonlar doskasida ham ma'lumot joylashtirishi mumkin. Lekin kim ham doim ularning veb saytini tekshirib turadi? Yashirin xizmatni o'chirish kodlari. Xizmatlarni ulash uchun operatorlar doimo qulay USSD kodlar yoki SMS raqamlarini taklif qilishadi. Ammo ularni o'chirish uchun kodlar ko'pincha yashirinroq bo'ladi yoki ularni topish qiyin. Yoki bir nechta kodni terishingiz kerak bo'ladi yoki operatorga qo'ng'iroq qilib uzoq kutishingizga to'g'ri keladi. Bu qiyinchiliklar mijozlar keraksiz xizmatlardan qutulishiga to'sqinlik qilish maqsadida yaratiladi. Operatorlar uchun abonent qancha uzoq pul to'lasa, shuncha yaxshi. 5 mobil ilovalar ruxsatlari va obunalar, ba'zi mobil ilovalar, ayniqsa bepul o'yinlar yoki noma'lum manbalardan yuklab olingan dasturlar. Sizning ruxsatingizsiz pullik SMS obunalarini faollashtirishi mumkin. Siz ilovaga o'rnatish paytida barcha ruxsatnomalarni bermasdan oldin o'qimasligingiz mumkin. Va bu orqali ilova sizning nomingizdan pullik xizmatlarga obuna bo'lish huquqini qo'lga kiritadi. Sizning telefoningizga hech qanday tasdiqlash SMS kelmasligi yoki kelgan taqdirda ham oddiy xabar sifatida kelib e'tibordan chetda qolishi mumkin. Bu turdagi firibgarliklar tez-tez uchraydi va juda ko'p pul yo'qotishga sabab bo'ladi. Altis oldindan to'lov, prepaid va keyingi to'lov postpaid tizimlari. Bu ikki turdagi tariflar ham o'ziga xos tuzoqlarga ega. Prepaid oldindan to'lov. Bu yerda asosiy xavf balansning tez tugab qolishi. Yashirin xizmatlar yoki kutilmagan to'lovlar tufayli sizning balansingiz tezroq kamayib boradi. Siz internetga kirganingizda yoki qo'ng'iroq qilganingizda paketlaringiz tugagan uchun tarif rejasi narxidan ancha qimmatga pul yechib olinishi mumkin. Bu esa tez-tez balansni to'ldirishga majbur qiladi. Postpaid, keyingi to'lov. Bu tizim yanada xavfliroq bo'lishi mumkin. Chunki siz xizmatlardan foydalanasiz va hisob-kitob oy oxirida amalga oshiriladi. Natijada bir oy davomida qancha pul sarflayotganingizni aniq bilmaysiz. Va oy oxirida sizni kutilmagan katta hisob kutishi mumkin. Ushbu tizimda yashirin to'lovlar sizning e'tiboringizdan butunlay chetda qolishi mumkin. Chunki siz joriy xarajatlaringizni doimiy ravishda kuzatib bormaysiz. Bu nuanslar sizni ogohlantirish uchun emas, balki sizga g'ururlanish uchun berilmoqda. Endi siz nafaqat nimalarni qidirishni, balki nimalardan ehtiyot bo'lishni ham bilasiz. Bu bilimlarni amalda qo'llash orqali siz o'zingizni ortiqcha xarajatlardan himoya qila olasiz. Amaliy maslahat: tomoshabin nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga keldik. Nima qilish kerak? Qanday qilib o'zingizni himoya qilish va pulingizni tejash mumkin? Men sizga aniq qadamlar va ko'rsatmalar beraman. 1. Balansingizni va xizmatlaringizni muntazam tekshiring. Bu eng asosiy qadam. Balansingizda qancha pul qolganini va qaysi xizmatlar uchun to'lov olayotganini doimiy ravishda kuzatib boring. USSD kodlar har bir operatorning pullik xizmatlarini tekshirish uchun o'zining USSD kodi bor. Masalan, yoki Milibir kabi umumiy kodlar orqali qolgan daqiqalar, SMS va internet paketlarini tekshirish mumkin. Qo'shimcha pullik xizmatlar ro'yxatini olish uchun maxsus kodlar mavjud. O'zingizning operatoringiz veb saytidan yoki mijozlarga xizmat ko'rsatish markazidan bu kodlarni aniqlab oling va ularni yozib qo'ying. Mobil ilovalar: barcha yirik mobil operatorlarning o'z mobil ilovalari mavjud. Bu ilovalarni smartfoningizga o'rnating. Ular sizga balansingiz, aktiv xizmatlaringiz, trafik qoldig'i va hatto so'nggi xarajatlar ro'yxatini ko'rish imkoniyatini beradi.
Aksariyat ilovalar orqali keraksiz xizmatlarni o'chirib qo'yish ham mumkin. Bu eng qulay usul, shaxsiy kabinet. Operatorning rasmiy veb-saytidagi shaxsiy kabinet ham juda foydali vositadir. Unda siz o'zingizning hisobingiz bo'yicha batafsil ma'lumot, oylik hisobotlar va aktiv xizmatlar ro'yxatini topishingiz mumkin. 2 SMS xabarlarini diqqat bilan o'qing. Operatorlardan keladigan har bir SMSni e'tiborsiz qoldirmang. Ularning ba'zilari reklama bo'lishi mumkin, ammo ba'zilari tarif rejasining o'zgarishi, yangi pullik xizmatning ulanishi yoki bepul sinov muddatining tugashi haqida muhim ogohlantirishlar bo'lishi mumkin. Qisqa xabarlar bo'lsa ham ularni to'liq o'qib chiqing. Qo'shimcha ma'lumot uchun havola orqali o'ting degan jumlaga albatta e'tibor bering va imkon bo'lsa havolani tekshirib ko'ring, lekin firibgarlik havolardan ehtiyot bo'ling. 3. Bepul xizmatlarga obuna bo'lishdan oldin shartlarni tekshiring. Agar sizga biror xizmat bepul sinov muddati bilan taklif qilinsa, uni ulashdan oldin shartlarni diqqat bilan o'qing. Sinov muddati tugagandan so'ng xizmat pullik bo'lib qoladimi? Agar shunday bo'lsa, narxi qancha bo'ladi? Uni qanday o'chirish mumkin? Barcha bu savollarga javob topmasdan turib, hech qanday xizmatni ulamang. Agar siz uni ulashga qaror qilsangiz, sinov muddati tugashidan 1-2 kun oldin uni o'chirish uchun eslatma qo'yib qo'ying. 4. Shartnomangizni muntazam ko'rib chiqing. Har yili yoki tarif rejasini o'zgartirganingizda shartnomangizning barcha bandlarini, ayniqsa qo'shimcha xizmatlar, to'lovlar va o'zgarishlar kiritish shartlari bilan bog'liq bo'lgan joylarni qayta ko'rib chiqing. Agar biror narsa tushunarsiz bo'lsa, operatorga murojaat qiling va aniqlik kiriting. Esingizda bo'lsin, shartnoma bu sizning himoyangiz. 5. Mijozlarga xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. Agar siz hisobingizda kutilmagan xarajatlarni aniqlasangiz yoki qaysi xizmatlar uchun to'layotganingizni tushunmasangiz, darhol operatorning mijozlarga xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qiling. Aniqlik bilan savollar bering. Mening raqamimga qanday pullik xizmatlar ulangan? Oxirgi bir oy ichida qaysi xizmatlar uchun to'lov olingan? Bu xizmatlarni qanday o'chirish mumkin? Batafsil hisobot so'rang. Oylik hisobotni pochta orqali yoki shaxsiy kabinet orqali taqdim etishni so'rang. Bu hisobotda sizning barcha xarajatlaringiz batafsil ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Haq-huquqlaringizni biling. Operatorlar sizga ma'lumot berishga va muammoingizni hal qilishga majbur. 6. Premium SMS xizmatlarini o'chiring. Ba'zi operatorlar premium SMS xizmatlarini butunlay blokirovka qilish imkoniyatini beradi. Bu funksiya orqali siz tasodifiy yoki firibgarlik yo'li bilan ulanishi mumkin bo'lgan pullik SMS obunalardan o'zingizni himoya qilasiz. Operatoringizning veb-saytida yoki mijozlarga xizmat ko'rsatish markazida bu imkoniyat haqida so'rang. 7. Ilovalarni o'rnatayotganda ruxsatnomalarga e'tibor bering. Smartfoningizga yangi ilova o'rnatayotganda u qaysi ruxsatnomalarni so'rayotganiga diqqat qiling. Agar o'yin ilovasi sizning SMS xabarlaringizni o'qish yoki yuborish huquqini so'rasa, bu shubhali. Bunday ilovalarni o'rnatmaslikka harakat qiling. 8. Samarali shikoyat qiling. Agar siz operator tomonidan ruxsatsiz pullar yechib olinganini aniqlasangiz va mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi yordam bermasa, o'zingizni huquqiy jihatdan himoya qiling. Yozma murojaat qiling. Operatorning ofisiga borib, yozma ariza bilan murojaat qiling. 2 ta nusxada yozing. Bittasi o'zingizda qoladi. Ikkinchisi esa operatorning qabulxonasida ro'yxatdan o'tkazilib, sizga sanasi va kirish raqami bilan tasdiqlangan nusxasi beriladi. Bu sizning qo'lingizdagi muhim dalil bo'ladi. Arizada muammoning mohiyatini, yechilgan pul miqdorini va sizning talabingizni, masalan, pulni qaytarishni aniq ko'rsating. Regulyator organlarga murojaat qiling. Agar operator shikoyatingizni e'tiborsiz qoldirsa yoki sizni qoniqtiradigan yechim topmasa, aloqa sohasidagi vakolatli davlat organlariga, masalan, Raqamli texnologiyalar vazirligi, sobiq aloqa vazirligi yoki iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatiga murojaat qiling. Bu organlar operatorlarning faoliyatini nazorat qiladi va sizning huquqlaringizni himoya qilishga yordam beradi. Murojaat qilayotganda operatorga yozgan arizangizning nusxasini va boshqa dalillarni, masalan, balansdan pul yechib olingani haqidagi skrinshotlar ilova qiling. Xulosa aziz do'stlar, umid qilamanki, bugungi video siz uchun juda foydali bo'ldi. Mobil aloqa operatorlari sizga aytmaydigan yashirin tariflar va qo'shimcha xizmatlar haqida bilib oldingiz. Asosiy xulosa shuki, ogoh bo'ling, e'tiborli bo'ling, o'z huquqlaringizni biling va ularni himoya qiling.
Sizning pulingiz sizniki va uni keraksiz xizmatlarga sarflashga majbur emassiz. Balansingizni muntazam tekshiring, SMS xabarlarini o'qing, shartnomalarni o'rganing va kerak bo'lganda operatorga murojaat qilishdan tortinmang. Bu ma'lumotlarni o'zingiz uchun saqlab qolmasdan, do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan ham baham ko'ring. Balki ular ham bu muammo bilan duch kelishgandir. Videoga like bosing, kanalimga obuna bo'ling va eng muhimi, ushbu video haqida o'z fikrlaringizni, tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Siz qanday yashirin ta'riflarga duch kelgansiz? Qanday qilib ulardan qutulgansiz? Sizning tajribangiz boshqalarga yordam berishi mumkin. Kelgusi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling va pulingizni aqlli boshqaring.